Hammaga salom do'stlar. Bugun mana YouTube'da birinchi videoyim va bu videoda biza MSD kubkasini 750 qilamiz va yangi quest kelgan, o'shani ham bajarib qo'yamiz. Qaramasa, let's go. Buni biz solo shadowingda qilamiz. Solo shadowing kartasida. Xo'sh, do'stlar, men YouTube'ga yangi keldim. Birinchi videoyim bu. Albatta sizlarga yoqadigan umiddaman. Qisqa video bo'ladi bu albatta. Keyinchalik albatta yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Xo'sh, birinchi o'rinda bankaga qo'yamiz. Grif qayerga ketyapsan? O'zi minus. Minus bitta o'yinchi, 9 tadan qoldi. Kenjini ham yo'qotish kerak. Menimcha bu ham oson bo'ladi. Yaxshi o'rta. Minus 2 o'yinchi. Hozircha 4 ta bankam bor, yaxshi. Rico, Jon ekan. Bu yerda kimdir yuribdi? Poko ekan. Poko. O'ldira oladigan umiddaman. Poko o'ltasi bilan heals qildi. Voy. Jon akam qolganda o'ldira olmadim. Bitta Rico bor-da menimcha. Rico ketibdi. Poko minus. Ha. Giper ham to'ldi o'zi, yoqsa ham bo'ladi. Как раз o'yinchilar hammasi bitta joyga yig'ilib qolibdi. Leon minus. Leon qochib keta oldi, ammo uzoqqa bormadi. Meg bilan qoldik. Albatta bu birinchi o'rin 100%lik. Meg. Iди sюда, давай. Birinchi katkamiz o'ta lёгкий bo'ldi. Ko'pincha botlar tushyapti. Next o'zi minus va birinchi o'rin birinchi katkaga. Ikkinchi katkamiz сразу 10 dan 10. Albatta do'stlar, videoda qanaqadir xatoliklar qilgan bo'lsam, oldindan uzr so'rayman. Keyingi xatoliklarni albatta keyingi videoda to'g'rilashga harakat qilaman. Kommentariyada yozib ketsalaring. Kitabiya endi menga qarshi chiqyapti. Voy, hozir qolmas. Yo'q. Minus yana bitta. Yaxshi. To'g'risini aytaman do'stlar, 50% toksikman. O'ldirgandan keyin shunaqa klaunni. Unisini tashlab qo'yma. Shelly bor-da. Shunga ham uzr so'rayman, albatta o'rganib qolganman. Toxic player. Bu yerda hech kim bo'lsa kerak. Bankani olamiz bo'lsa, Shelly men tomon kelyapti. Gadjetini menga ishlatdi. Uzr so'rayman do'stlar. Bitta bosilib ketdi. Nori bilan Mortis minus. Yaxshi, 3 ta qoldi. Giperga ham ozgina qolibdi. Nori yangi chiqqan bo'yiz вообще zo'r ekan. Tushirlaymi-yu, kommentariyga yozinglar. Men hali ham tushmadi. Tushmaganlar qalban birgamiz albatta. Chiqqandayoq o'zi 4-prime bo'lish hozirdanoq. Shelly Nori qayerga ketyapsan? Ikkinchi o'yin va yana birinchi o'rin. 3-chi katka bo'lmasa, qani let's go.
Har doimgidek bankalarni olamiz. Birinchi o'rinni olish kerak bundayam. Colt, voy nima qilyapti bu? Ba'zi yoniga tikka kiraverdi-ya. Bas, gadjetlar da. Minus. Sudayo. Emiz attakasini bilib turib yana uzoqqa ketyapti. Baribir ham o'lardi. Batada hech kim yo'q. Batta kim bor ekan? Kim bo'lmasa, yo'q, to'xta. Shelli. Ya ana shu yangi chiqqan legendarniy Shelliga skin вообще menga yoqdi. O'ta zo'r, yaxshi ekan, ammo Nano Drop вообще yoqadi. 3 ta skin bor, 3 ta skindan keyin hech nima tushirsa bo'lmaydi. Xo'sh, kim bilan qoldik? Piperni yo'qolsa bo'ldi hozir. Yo'q. Birinchi o'rin. Do'stlar, ikkinchi o'rin. Hech qisi yo'q. Baribir mana shu oxirgi katga bo'ladi. Albatta, keyingi videoda nima qilishim yoki qanday video chiqarishim haqida yozib ketsalaring juda ham yaxshi bo'lardi. Kommentariy yozganlaringda o'zi menga motivatsiya bo'ladi keyingi video chiqarishimga. Xo'sh. Kelsa odam qoldi hozircha. Menimcha bunda birinchi o'rinda olsa kerak. Albatta. Umid qilaman. Emiz minus. Men joni kam qoldi. O'tasini yoqsa kerak. Lekin u yordam bermadi. Takama Bonni. Ay do'stlar, 120 joni qancha qoldi ko'rolmadim. Joni kam qoldi. Yaqinlash holi hozir o'rtam bo'lsin. Menga sakrasa kerak. Men sakrasam gadjetim bor. Gadjet. Yaxshi. Voy, Brok, qatdan paydo bo'ldi bu? O'tib ketadiganimda yo'q edi-yu. Brokning xatosini deb tirik qoldim va bu birinchi o'ringa yetaklaydi. Brokda o'ynashni bilmas ekan. Oldi yutqazdi o'zi bu 100% yutqazdi bo'ldi. Mana do'stlar, birinchi o'rinda ham oldik. Questni ham bajardik. Emiz kubkasini ham 750 qildik. Bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Albatta keyingi videolarimda ko'proq chiqarishga harakat qilaman. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi.